juda ham og'ir bo'lyapti men uchun. 2 kundan beri yeta olmayapman Afg'onistonga. Hozir biz chegaradan o'tib oldik, o'rtoqlar Tojikiston chegarasidan va undan keyin esa mana to'g'ri yo'l ketadi. Biz hozir ofitsialniy, ya'ni rasmiy Tojikistondamiz va u yerga Tojikiston chegarasidan Afg'oniston chegarasigacha 100 kilometrdan ortiq juda ham og'ir yo'l deyishdi. Qani ko'ramiz. Sabr tilanglar, oxirigacha ko'ringlar. Menga albatta obuna bosib qo'yinglar. Tojikiston